Aerotomga birinchi marta kelishingizmi? Yo'q, bu meni ikkinchi kelishim. Bozorda hamma maqtabida mening birinchi kelishim. Lekin haqiqatan hamma narsa bor ekan. Arzon olsa bo'ladi. Hamma narsa topsa bo'ladi. Milliylik, o'zbekcha, afg'oncha aralashgan, hammasi zo'r. Aerotomda sizga eng yoqqan joy yoki narsa nima bo'ldi? Eng yoqqani endi bu yerda o'zgacha manzara, toza hudud. Qo'shni qardosh millatlarimizni bu yerda yaqindan ko'rish. Kelpak, jaketlardan xarid qildim. Endi mashinaga borib qo'yib keldim. Xarid qilyapmiz. Savdolashyapmiz, arzon qilib berishyapti. Hali biz bozorda aylanishga uspet qilganimiz yo'q. Endi keldik, chunki hali endi birinchi qatorda aylanib chiqdik, xarid qildik. Bizga yoqdi, neobычный narsalar juda ko'p. Endi hali planimiz bugun kun uzoq o'sha yoqda aylanish. Agar 10 ballik baho sistemasi hisoblasak 10 ball qo'yamiz. Aerotomga do'stlaringizni ham taklif qilgan bo'larmidingiz? Tashrif buyurishlarini maslahat berarmidingiz? Albatta yana bu yerga tashrif buyuramiz, do'stlarga ham taklif qilamiz, qolganlarga ham tavsiya etamiz kelishdi. Birov aytdi, bugun birinchi ko'rishga keldim. Endi borib dugonalarim taklif qilaman. Dugonalarim taklif qilaman zo'r ekan deb.